Har bitta poliklinikada shifokor oldiqxonasi yaratilgan. Ya'ni u yerda shifokor o'tirmaydi. U yerda patronaj hamshirasi bemor genetik omillari, ya'ni ota-onasida diabet kasalligi bormi, bemorda ortiqcha vazn bormi, arterial qon bosimi oshganmi, qondagi qand oshganmi o'lchab, tayyor anketani shifokorlarga olib kiradi. Bu degani poliklinikadan kirgan har bir inson skriningdan o'tkaziladi. Va hozirgi kunda 2022-yildan 2024-yilga kelib, qandli diabet soni nisbatan oldingiga nisbatan bir necha barobarga oshganligi, oldin hech qachon e'tibor berilmagan diabet oldi holati ko'pligi hamda semizlik bilan hisobga olish rivojlandi. Ya'ni oldin hech qachon inson o'zi men semirib ketdim deb poliklinikaga chiqib murojaat qilmagan. To'g'ri. Hozirgi kunda skrining o'tkazilishi natijasida semizlik bilan insonlarga tavsiya berilyapti. Ya'ni ozdirish mumkin holatlar tushuntirilyapti. Parhez tushuntirilyapti. Sport bilan shug'ullanish tushuntirilyapti. Insonlarga to'g'ri ovqatlanish tushuntirib, ularga kerak bo'lgan holatlarda preparatlar buyurilyapti. Albatta endokrinolog nazorati ostida insonlar ozishga harakat qilishmoqda.